Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, ekran qarshisidagi aziz muxlislar, bugun sizlar bilan og'zaki imtihonni boshlaymiz. Bahoringga biram yarashgan. Har insonga mehr ulashgan, sumalakka halimga shoshgan, Navruzingdan aylanay sening. Bugun qancha aylansalaringiz ham, o'rgilsalaringiz ham qarshingizdaman, Navruz Hikmatov. Ana endi bugungi ishtirokchilarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Birinchi ishtirokchimiz R'ni ayta olmaydi, tili bir tugun. 35 ga kirdi, bo'ydoqdir bugun. Shu gavda bilan kasbi dizayneri, undan chiqmayapti tayinli bir er. Abdurahim Mansurov. Keyingi ishtirokchimiz Guldiroz, qarsaklaringiz sadosi ostida. Ismi Hafiz Erur, ilmga oshno. Foydali bilimlar ulashar har dam, nozik qalb egasi Teacher Azamla podkastlar qarida suhbatkash odam. Qarsaklaringiz. Rahmat. Maza qildim. Xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Va bu insonni so'z bilan ta'riflash qiyin. Xo'p, Ozod uchib ketdi, u qoldi qarab. Ekilgan sochlarin har kuni tarab, vayinlar oladi vaziyatga qarab, yuribdi nigohini omadga qadab. Islom Karimov. Xush kelibsiz. Islom aka, sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Bugun og'zaki imtihon, bugun kim qanday insonligi namoyon bo'ladi, kim shunchaki ilmiy ommabop kontentlarni ssenariy asosida olib boradi, kim ilmli inson rostakamiga, kimdir esa shunchaki hayotda yashab yurganini ko'rishingiz mumkin. Va bu og'zaki imtihonimiz 3 ta shartdan iborat. Har bir shartda mavzular bor va ushbu mavzular asosida savollar beriladi. Har bir ishtirokchimizga savollar beriladi. Savollarga kulgili yo to'g'ri yoki noto'g'ri javob berishingiz mumkin. Agar siz kulgili to'g'ri javob bersangiz, sizga ketma-ketiga maksimal darajada 3 ta savol beriladi. Agar siz noto'g'ri javob beradigan bo'lsangiz, keyingi ishtirokchiga to'g'ri o'tib ketiladi. Bu yerda birovning savoliga men javob beray, menga oson bo'ldi, unga qiyin bo'ldi, unaqa gaplar ketmaydi. Bizda sovrin bor. Biz oddiy ko'rsatuv emasmiz. Qaysidir ko'rsatuvlarga pul qo'yiladi yoki katta-katta mukofot qo'yiladi. Pul bu qo'lni kiri. Biz sizga kirlikni ravo ko'rmagan holatda ajoyib sovg'alar tayyorlab qo'ydik. Birinchi o'rinni egallagan inson bugun uyga xush kayfiyatda, ota-onasi bag'riga kulib o'ynab borishi mumkin, ya'ni uni faxriy yorliq bilan taqdirlaymiz. Menimcha bundan ortiq sovg'a yo'q, bundan ortiq katta baxt yo'q. Ikkinchi o'rin sohibimizga esa biz ajoyib, ya'ni sog'liq tilagan holatda, sog'lik bu tuman boylik, isiriq. Bu oddiy isiriq emas, bu nafaqat salomatlik, tinchlik olib keluvchi go'zal o'simlik. Sababi kim? Agar siz buni tutasangiz sog'ligingizga foyda, darvozangizni tepasiga osib qo'ysangiz balo qazodan asraydi. Qarang, qancha ko'p funksiyasi bor. Chaksa bo'ladimi buni? Endi bu fantaziyangizga bog'liq. Shu bilan birgalikda ajoyib medalyonimiz bor, ya'ni teshik kulchalar. Bugun mana shu 3-o'ringa esa albatta bizning chuqur minnatdorchiligimiz mavjud. Hatto 3-o'rinni olgan odamga Instagramini belgilab qo'yinglar qayerdadir. Misol uchun. Naborot u bizanikin belgilasa yaxshi emasmi? 3-o'rinni olgani uchunmi? Okey. Agar siz kulgili javob beradigan bo'lsangiz 1 ball, to'g'ri javob beradigan bo'lsangiz 2 ball, xato javob beradigan bo'lsangiz 0 ball beriladi. Guldiroz, qarsaklar sadosi ostida boshlaymiz. Birinchi shartimiz shu menga nima kerak edi? Yoxud faktlar. Lifehacklardan birida ayollarimizga maslahat sifatida u falokatni oldini olish uchun qozonni ichki tarafi tepa qismini yog'lash kerak. Savol,
Qaysi falokatni oldini olish uchun qozonni ichki tarafi tepa qismini yog'lash kerak. Ha, toshib ketmasligi uchun. To'ppa-to'g'ri 2 ball. Nimaga shu paytgacha uylanmagansiz? O'shaning uchun ham uylanmagan. Biladi hamma narsani biladilar. Sut toshirmaslik bo'yicha tajribangiz bor ekan. Keyingi savolim sizga. Xo'p. Naura davlatining aholisining 95% u narsadan aziyat chekadi. Nimadan aziyat chekadi? Qaysi? Naula? Naura davlatining aholisining 95% nimadan aziyat chekadi? Suvsizlikdan? Yo'q, Ha. ortiqcha vazndan. Bekorga berilmadi bu savol sizga. Men o'yladim Reni aytilmaydi. Mana shunaqa demoqchi edim. Ha? Aka, mana- Naula. Naula. Qaysi davlat Naula? Hatto Afrikada? Ha. Keyingi savol kunduzgiga. Xo'p. Boks qo'lqoplari paydo bo'lgandan keyin bokschilarda u narsa ko'paygan, u holat ko'paygan. Savol, boks qo'lqoplari paydo bo'lgandan keyin bokschilarda qanday holat ko'paygan? Taqov bo'lib qolmagan? Boks savol berdim. qo'lqoplari paydo bo'lgandan keyin Ha, boks birinchi qo'lqopsiz bo'lgan. Qo'lqop paydo bo'lgandan keyin bitta holat bokschilarda ko'payib ketib qolgan. Aslida bu paradoks bo'lyapti. qo'l terlash. Yo'q, bu tabiiy-ku. Miya jarohatlanishi. Hamma o'ziga savoliga javob bersin. Ya'ni kim bilmadingiz? Ilmiy ommabop kontent muallifi. U hali u temada mavzu qilinmagan hali u tema. Ko'ryapsizlar, achkisi bor degani aqlli degani emas. Ayniqsa rangli achkisi borlar. Okay. Xo'p, keyingi savol Islom Karimovga. U yerdan chiqqaningizdan keyin barmoqlaringizdagi mikroblar soni 2 martaga ko'payadi. Qayerdan chiqqaningizdan keyin? Ye. Ketish kerakmi shu? Aytsak bo'ladimi? Bemalol. Fakt bu. Emas lekin. Hojatxona? To'ppa-to'g'ri. To'g'ri qarsak nima hojatxona nima? Sizlar bormaysizlarmi? Shunchalik osonmi? Hamma jim bo'lib qoldi. Bu fakt bu. Endi bu hali rakvinasi yo'q hojatxonalarni aytyapti menimcha. Yo'q, bu viloyatga qatnaydiganda yo'lda bor hojatxonalar o'rgani sizlar. Ya'ni yuvib eshikni ochadi o'shanda yana. Chiqib yana, o'sha tepib chiqish kerak. 2 ball. Janubiy Amerikadagi Sattera Mavi qabilasi o'g'il bolalarda bir sinov o'tkazishadi. Ya'ni ular chumoli solingan qo'lqoplarni kiyishga majbur qilinadi. Bu marosim nima maqsadda o'tkaziladi? Haligi tirnog'ini tishlagan bolalarga, tirnog'ini tishlab oladigan bolalarga chumoli tishlatiladi-da. Keyin ular tishlamaydi tirnoqni. Manikyurda, to'g'rimi? Ну, типа такой. Yo'q, bu erkaklikka o'tish marosimi. Agar chumolini og'rig'iga chidab bersa, ya'ni ular xavfli chumol ekan, ya'ni erkak bo'lar ekan. Xo'p, keyingi savol. Abdurahim Mansurovga yetib keldik nihoyat. Savol. Lifehacklardan bo'lsin. Lifehacklardan xo'p bo'ldi. Damashq. Germaniyani Münster shahar hokimiyatida 400 yildan buyon mumyolangan qo'l namoyish qilinadi. Ushbu qo'l notariusga tegishli bo'lib, u qaysi ishi uchun bu qo'l mumyolab namoyish qilinadi? Uzib olingan u qo'l notariusda va mumyolab qo'yilgan. 400 yildan beri namuna sifatida, lifehack sifatida foydalanishadi bu qo'llar. Harakat qilib ko'raman. U ani notarius bo'lsa, oxirida pechat bosish kerak. O'sha barmoq izini bosgan qo'l sifatida birinchi notariusga hujjatga bosgan qo'l sifatida saqlab qo'yishgan. Yo'q. Yo'q, unaqa emasmi? Pora olgani uchun. Pora olgani uchun. Pora olgani uchun qo'lni kesishgan. Mana shu pora olgan. Yo'q, shunga yaqinroq soxta hujjat tayyorlagani uchun. Pora ham to'g'ri, soxta hujjat tayyorlagan. Pora boshqa narsa-yu, soxta hujjat bilan. Endi Menga yaqin. pora nima uchun berasiz? Soxta hujjat uchun berasiz. Yo'q. Demak, menga 2 ball berasiz. Yo'q. Hamma o'zining ishiga o'zi javob bersin. 0 ball. Keyingisi. Siz hayotda 0 bo'lib yurasizmi shunday endi? Na bir ko'rsatuvda bir uchib berasiz, na bir hayotda. Sen ko'rsatuvdan keyin tirik ketishlarding yo'qmi? Ko'zingizdan o'qidim. Bundan qo'ysang-chi o'g'li. Seni hech mokra asfalt kobalt turib ketganmi? Yo'q, men ikkinchi sonni ham reja qilganman-ku. Yo'q, sani hech mokriy asfalt kubalt kiyovda bo'lib ketgan. Kiyovda bo'lib ketgan. Bosib ketganmi? Savol kunduzgi janoblariga. Britaniyada qonunga ko'ra homilador ayollar xohlagan joyda u ishni qilishi mumkin. Uxlash bo'lsa kerak. Jvachka chaynash.
Endi hamma xohlagan joyda zochga. No, endi Britaniyada mabodo blok anaqa qilingan bo'lsa, ruxsat berilmagan bo'lsa. Bo'pti, to'xta, boshqa savol beraman. Kesib tashlaysiz. Boshqa savol beraman. Bu yerda mana qo'shuvchi nima bu? O'zingiz Akani ko'rib qo'rqib ketaman. Prям серьезный qarayaptilar-da. Uxlash mumkin. Любой joyda. Men ham xohlagan joyimda uxlayveraman. Britaniyada uxlamaysiz xohlagan joyda. Nimaga? Vizang yo'q, bora olmaysiz. Do'latishni ishlaychi. Bo'lsam lekin любой joyda uxlayman. Nima mayli. Xo'p, mayli. Xohlagan joyda hojat chiqarish mumkin. Ha, o'sha narsa ekan demaysizmi? Bugungi savollarimiz shunaqa qiziqarli. Ovqatlanib ko'rmanglar bu videoni. Xo'p, Buni boshida aytish kerak edi, ular ko'rib bo'lyapti. O'sha yergacha yetib keldi, ko'rib. O'sha yeb bo'ldi, menimcha. Yeb turganda, keyingi savol Islom Karimov. Edvard uch davrida Angliyada 14 yoshdan katta barcha erkaklar har kuni 2 soat uy ishi qilishga majburlangan. Hojatini chiqarishga. Yo'q. Hozir to'g'ri bo'ldi-ku mana bu yerda. Yo'q, erkaklar, lekin bir bal kuldilar, tomoshabinlar, молодец, yumor hissi bor ekan sizda. Qarsaklar. Birinchi kuchli tabassum bo'ldi bugun. Xo'p, keyingi savol yana bir bor sizga. Xo'p, dunyodagi eng qimmat sut nimaning suti? Yo'q. Hojat qarading. Aytmang. Iltimos qilaman. Javonchalikka bormaymanmi? Ha. Eng qimmat sut aytaymi, qaysi sut? Ana Abdurahim aytdi-ku, uni qozonni qopqog'iga bir nima surtib qo'yib qaynatilgan sut, ana shu sut, toshib ketmagan sut. Ya. Yo'q. Bu safar yumor hissi pand berdi. Ammo o'zi anaki echki emardi suti. Ya. Delfin. Sichqonning suti ekan. Voy, kimdir so'radi buni? Ha, u eng qizig'i sichqoncha suti bor ekan. U qimmat tibbiyotda foydalanilar ekan. Endi menimcha uni qimmatligiga sabab sog'ish qiyin. Kichkina-ku. Hey. Ovqatlanayotgan bo'lsangiz ko'rmang rostdan. Ya nimaga sut? Normalniy kofe ichib ko'rsa bo'ladi. Endi sog'ishni ko'z oldiga keltirgan bo'lsa Ya deyman-da. sog'ish unaqa jirkanchli narsa emas-ku, bolalar. Nima, sigir sog'maganmisizlar? Yo'q. Seryozni sigir sog'magan? Abdurahim Mansurovni yoshiga va o'ziga mos savol. Finlandiyada Donald Duck multfilmi aynan shu sabab tufayli bir muddat taqiqlangan. Savol, qaysi sabab tufayli taqiqlangan? Finlandiyada Donald Duck. Multfilm ko'z oldingizga keltiring. Finlandiya ajoyib mamlakat, ta'lim rivojlangan mamlakat. Bu bo'lmasa tillarga tashilgan, kalla tashilgan. Bo'lmasa Donald Duck. Kuruch maktabi. Ha, u boshqa. Ha, o'shanga o'xshash bu ham. Deb bilaman. O'sha qahramonni ko'z oldingizga keltirsangiz bitta kamchiligi bor. Ha, ishton kiymagan. To'g'ri. Ikki bal. Javob bor edi. Kiymaganligi uchun. Men shu javobni aytmoqchi edim. Hayotda taqiqqa uchramaslik uchun ishton kiyguring. Aql gap buni? Yo'q. Yo'qmi? Siz ham anaqa YouTube'da ilmiy ommabop videolar qilsangiz bo'lar ekan. Niyatim bor. Xo'p, молодец. 2 bal. Keyingi savol. Wow. Bunga javob bera olasizmi siz? Men javob bera olaman. Javob. Aniqmi? Aniq. Sizga olib qo'ydim qaysi savol. Хорошо. Bo'lmasa sizga savol. 1973-yil Dehli yaqinida to'satdan kelgan suv toshqini avtobusni daryoga oqizib yuboradi. 78 nafar yo'lovchi cho'kib ketadi. Ularga qutqaruvchilar yuborilganda, ular bir sabab tufayli Hindistonda mavjud holatdan kelib chiqib, bir sabab tufayli yordamchilarning yordamini rad etishadi. Savol, natijada o'lib ketishadi. Savol, Hindistonni ko'z oldingizga keltirib, aholini ko'z oldingizga keltirib, qaysi sabab tufayli yordamni rad etishgan? U avtobusni Ganga daryosiga tushib ketgan bo'lsa kerak. Bitta o'lsa, u uchun sharaf bo'lsa kerak. Yo'q. Men javob beraymi? Yo, sizga boshqa savol Yo'q, men shunga javob berib ko'ray. Ha. Prosta baliq sotadi. Tipi, hozir yozib bir marta cho'mildi, endi tegmaylar deyishgandir. Ha. Da. Nima qilamiz? Kulmadik ham, nima ham qilmadik? Beramiz. Kuldi. Men kimdir mana shu kuldi, eshitdim men. Abdullajon kuldi. Gapiz mantiqsizligi uchun kuldi va hazil uchunmi? Ana kuldi. Ya, provokasiyaga tushmaydi ular. Yo'q, bal bermaymiz, o'zim savollariga javob bermadilar. Xo'p, javob ular turli kastaga mansub bo'lgan, boshqa kasta, ya'ni tabaqani qo'lini ushlashda o'rdi. Bu zakovat emas bu, namuncha qilgan. Xo'p, fakt bu, fakt. Ahmoqona bo'lsa, fakt. Endi iloji yo'q. Shart shunaqa, qonunda yozilgan. Hay, hop. Hay.
2009-yilda Hamid Karzay davrida qabul qilingan qonunga ko'ra Afg'onistonda erlar u ishni rad etgan ayollariga ovqat bermaslik huquqiga ega. Ayoliga ovqat bermaslik huquqiga ega. O'sha ishni rad etgan ayolga. Topolmadingizmi? Yo'q, topaman hozir. Abdullajon yordam ber. Magistrlar yordami bo'ldi. Davay. U ishni rad etgan. Hop, tipa aytaylik, ko'chaga anaqasiz, paranjisiz chiqqan ayolga. U sразу o'yladi. Bu ovqat bermaslik bilan jazolayapti. Ovqat qilmagan ayolga. No, logично lekin. Unda ovqat qilmadingmi? Yo'q, bugun senga ovqat. Yo'q. Yo'qmi? Kuldirdim-ku. Ha? Yo'q, siz javob beraman dedingiz. Lav dedingiz. Taslim bo'ldingizmi? Ha? Chilparchin bo'ldingizmi? Ha? Mana buni yirtib tashladimmi? Ha? Mayda bo'lib ketdingizmi? Ha? Erkak bo'lib tan oling. Hozir javob o'ylayapman. Siz meni bunaqa burchakka taqamang. Men hayajonlanib ketyapman, umuman javob bera olmayman hozir. Javob? Men ataylabdan olib qo'ydim. Shunday beg'ubor insondan savol olib qo'ydim men. O'zi mengamidi? Ha, sizga edi. Men javob beraman. Iltimos, keyingi safar yo'q. Javobim bor. Aha. Erini oyog'ini yuvib qo'ymagan ayolga. Nima siz? Kunduzini videosini ko'rmagan ayolga. Uni ovqatga go'shtiradi-ku. Ovqatga zahar qo'shadi uni. Ha? Yo'qmi? Taslimmisiz? Taslimman deng. Tamomman parcha-parcha bo'lib ketdi. Parcha-parcha bo'lib ketdim aka. Battar bo'ling. Va xo'p, Javobi qanaqa edi? javobi ovqatlanayotganda yana to'xtab turinglar. Voy. Birga uxlashga rozi bo'lmagan ayolga. Balla. Birinchi ovqatlanib keyin uxlashmaydimi ular? Yo'q. Birinchi uxlashadi-da. Ha, yo'q, birga to'liq javob jinsiy aloqani rad etgan ayolga. Tamom. Yo'q, javob shunaqa. Yo'q, bu fakt bu. Avval taom deydi-ku, avval taom. Badas kalom. Xo'p, keyingi savol. Lekin to'g'risi haqiqatan ham kuldirdi. Qanaqa qilib bo'lsa ham elanibmi, yolvoribmi? Bir bal endi, hadya. Voy. Aytlik, ehson, savob ham kerak odamga. 10 ta odamga ehson qilamiz. Ha? 10 ta odamga ehson. Keyingisi siz bo'lishingiz mumkin. Keyingi siz bo'lishingiz. O'ntaga. Ehson talab insonlarga yuboring. Havoni qarang, ehson qilayotgan havo bo'lyapti-ku. Hop, keyingi savolim sizga. Savol. 1800-yillarda Xitoyliklar o'lim jazosi berilganda bo'g'ib o'ldirishni tanlashgan va bu yengilroq deb hisoblashgan. Savol, bu nima uchun Xitoyliklar o'limga hukm qilganda o'lim turini aynan bo'g'ib o'ldirishni tanlashgan? Chunki boshqa o'lim turi undan dahshatliroq bo'lgan. Misol uchun. Qiynalaka. Yo'q, undan Kalla ketsa birdan ketadi. Nima uchun? Kalla ketish bo'lmaganda o'tdi. Bo'lgan. Aha. Lekin ular bo'g'ib o'ldirishni ma'qul ko'rgan. Mana yoshligida o'rganganda bo'g'ib kayf qiladi, bolalar. Sabachi kayf qilaman degan o'limidan oldin. O'zbekcha gapir menga. Deydi-ku Yulduz Usmonova. Kuchukcha rohat qilaman degan. Rohati. O'limdan oldin. Ko'ppak rohati. Ko'ppak rohati. Qarang, hayvonot dunyosidan yaxshi xabaringiz bor va bunday emas, noto'g'ri javobingiz, lekin kulgu uchun bir bal. Javobi bo'g'ib o'ldirsa, tanasi o'sha holatda qolishidan xursand bo'lgan. Ya'ni chiroyli holatda nargi dunyoga o'taman degan. Xudodan oldida takoy, nima odam bo'ldi. Sharmandalikda kalla yo'q. Endi qanday boradi yo'qda? Bosh qo'shni oldida. Ular chiroyli o'lim holati deb hisoblab, ya'ni bo'g'ib o'ldirishni tanlagan. Yana bir savol sizga. Kim ko'proq kuldiryapti bu yerda? Kim yumorist o'zi aslida bu yerda? Fijida qadimiy urfga ko'ra erkak vafot etsa, uning xotinlari, qullari va hatto do'stlari ham bo'g'ib o'ldirilgan. Keyinchalik bu odat bekor qilingan. Sabab nima bo'lgan? Chunki Xitoyga borib o'ldirishgan hammani. O'zingiz kuldingizku? Menga bir balmani kuldi. Ya bitta odam bo'lsa ham kulishni hisoblaydi. Yo'q, o'zidan tashqari. Ha, o'zidan tashqari. Bu Sabachi kayf. Sabachi kayf. Yo'q, bitta javob bo'ldi, xato. Tamomsiz. Siz Parcha bo'ldimmi? Ha. Parchalanib ketdi. Parcha bo'lib o'lasiz. Xo'p, keyin ya'ni javobi odamlar kamayib ketgandan keyin
bu odatni to'xtatdi. O'ptib ketganda. Keyin qarasa hamma ketib qolyapti. Shuning uchun va yoki qabul qilganni qaysi qarindosh o'tib qolgan bo'lsa, ya bo'ldi, qanday qilamiz? Bo'lmasa o'sha zamonda hammaga ham do'stim deyavermaganda. Kim bo'lsa tanimayman. Tanimayman. Shu meni hech kimim yo'q bu hayotda. Men bir o'zim yolg'izman, do'stim yo'q. Lekin oila a'zosi bo'lsa ketib qoladi. Yana bir qiziqarli savol. Menimcha Islom aka bu savolni topadilar. Xitoyda dafn marosimlariga striptiz raqqosalarini yollash amaliyotiga qarshi kurashilmoqda. Bir sabab yo bu rost, fakt bu. Men Xitoyda shunday. Dafn marosimlarida striptiz raqqosalarni O'zbekcha gapiring. O'zbekcha. Nima degani bu? Men qayerdan bilaman? Insonlarni jalb qilishga harakat qiluvchi raqqosalarni yollash amaliyotiga qarshi kurashilmoqda. Savol: o'zi nima uchun Xitoyda dafn marosimlarida ushbu jozibali raqqosalarni taklif qilish boshlangan? Biz nima maqsadda taklif qilishadi? U pulga keladi. Rostdan tekin. Menimcha birinchi qaysidir striptizyorcha o'lib qolgan. Keyin uni hamkasblari shou uyushtirgan. E'lon qilishgan-ku, zino va fahsh ma'budi. Barcha fohishalarning onasi. degan Zino va fahsh ma'budi. Abdurahim aka bir bali, mayli, bizning savol bo'lmadi. Shu kelgan anaqa dafn marosimidagilar Короче, deb yig'lavermasin degan. Bo'lsin deganda. Hop, Islom akaga bir bal. Emotsionalni qanchaylar bo'lish uchun. Javob, ya'ni hozirgi kunda ya'ni rivojlanish bo'lganda juda ko'plab odamlar ishdan ortib, demak, kelmayotgan ekan. Odamlar jalb qilishga kelinglar, tomoshani ko'rib biladi. Yaxshi tajriba ekan. Ya'ni bo'ladi. Qanaqa rassola chaqadingmi? Chaqadim. Go'l chaqadim. O'stib tuzildi. It qo'shga uni deb. U kelmasa bo'lmaydi. Tayoq qo'sh. To'yimga bitta idea bor mana. Odam yig'ish uchun. Uyda qilmoqchisiz ish. Da. Qaranglar, birovlardan pul to'plab qilayotgan ishini qarang. O'zi qancha pulni? Nimaga donat qilayotganlaring bilinglar. Donat qilayotganlar ehtiyot. Mana ta'limga tiking donatni. Qilayotgan qilig'ini qaranglar. Men nima edi? Nimalardan stereotiplardan xoli inson, unaqa qilaman, bunaqa qilaman mana. Okey, bugundan pul tashlamaydilar. Kesib tashlaylik, aka iltimos, bir ikki so'm beraman. 1-2 so'm? 1-2. Men nima striptizga qolsasiz, men 1-2 so'mga kun ekan. Xo'p, keyingi savol. Mana To'makaga. Yana mengami? Ha, uchinchisi bu. Qadimgi Rimda bir narsa urfga kirganligi uchun sarg'ish ayollarni o'ldirishni boshlashgan va ya'ni sarg'ish sochli ayollarni o'ldirish boshlangan. Savol: sarg'ish sochli ayollarni o'ldirib nima maqsadda foydalanishga oladi? Ani paltosiga mix qilib. Kiyimlar. Pulkini terazada qo'yib. Yo'q, ana unaqa parik sifatida foydalanish. To'g'ri, 2 ball. Yo, to'g'risi 2 ball, ya'ni kim o'ldirib, uni sochini olib, o'ldirmasdan qilsa bo'lmaydi. Olsa bo'lmasa ekanmi? Qizg'ongan bo'lsa kerak-da. Terisi bilanmi? Yo'q, tri bo'lsa yana o'sadi, tipa ko'proq emasmidi, mavlodo. Har 5 yilda hosil beradi soch. Hosil beradi, ha. Keyingi savol Abdurahim Mansurovga. Xo'p. Shimoliy Amerikadagi ba'zi tub aholi guruhlarida xiyonat qilgan ayoliga nisbatan u jazoni qo'llash imkoniyatiga ega bo'lgan. Savol: qanday jazo qo'llangan? Xotini xiyonat qilgan. Xiyonat qilsa, mana yordam sifatida aytaman. Bir tana a'zosini kesib tashlagan. Boshini. Ikkinchi marta xiyonat qilmaydi. Boshini olib tashlagan. Yo'q, u kerak unga, ayol kerak. Nima qilib, ya'ni u tirik qolish kerak, lekin jazolanishi ham kerak. Tana a'zosi bo'lsa, endi anu osonidan boshlasa, barmoqda. Yo'q, javob burnini kesgan. Voy, meni xayolimga keluvdi burni. Bitta juda yomon maqol bilan anaqa такой link bo'ladi. Anaqa bo'lmasa, nima bo'lmaydi. Shunaqa bo'lmaydi. Shunaqa. Yo'q. Anaqa bo'lmasa shunaqa qiladi. Unaqa qiladi, to'g'ri. Shunaqa. Endi admin bo'lib ketmaylik, o'shaning uchun anaqa mamlakat gaplashamiz. Lekin tushundingiz. Hamma tushundi. Xo'p, tushunamam. Qarang, bir odamni, mana qarang, bir odamni anaqasi bo'lmasa, shunaqa qiladi.
Nimasi bo'lmasa o'sha? Burni bo'lmasa og'zi bilan nafas oladi. Ya? Ha, okey, mayli. Shunaqa. Qo'ya, burilganiga. Nima edi? Xo'p, oxirgi, so'nggi savol. Qadimgi Aztek... Mangami? Yo'q, nima kunduziga? Men kuldirmadimmi? Yo'q, tinch bo'ldik. Hamma jim o'tirdi-yu. Hayotingizdek tinch o'tdik. Tinchlik yaxshi. Qadimgi Aztek kambag'allari qirolga sovg'a sifatida o'z tanasidan ularni etib bergan. Savol, o'z tanasidan olib nimani? Sizlar Hey, bu to'g'ri savol bu, fakt bu. Javob Nima bor. o'ylayapsizlar? Javob bor. Ha. 100 talik tishini bergan. Zubdayu tishini bergan. Ular siz o'ylaganchalik og'riqqa chidamli odamlar emas. Bo'ldi. Yana bitta javob bor. Sari sochli odamlar sari sochini bergan. Ular aqlliroq bo'lgan. Yo'q, burnini kesib bergan. Yo'q. yo'q. Xiyonat qilgan xotinni burnini kesib bergan. Xiyonat qilgan xotinni deb olgan. Yo'q. Oyog'ini junini. Qanaqadir kuldiraylik odamlarni albatta o'tirishibdi boytan. Arabcha raqs-chi? No, lekin sendan yarashadi bu. Hamma chiqib ketadi keyin. Xo'sh. Xo'p, javob bitlarini terib berishgan. Vau! Mana shunday yuqori kayfiyatda birinchi raundni yakunlaymiz. Kim? Shashlik qo'ysang-chi. Gender tenglik talab qilayotgan-ku. Bilasanmi, dekabrda tug'ilgan. Ismi Navruz. Bola yotib, katta bo'lsa o'zim to'lib yuboraman. Aka rasmga tushsak bilamsan, mayli, lekin videoga ham tushamiz. Shunaqa yaqin keldi yuzimga qara. Juda yaqin keldi, juda yaqin. Siz qanaqa usul bilan to'lamoqchisiz? Buxankaga yopgandan qo'shayman. O'zbekmisiz? Bekmirza-yu! Sahnagacha yangi shousini 12-avgust kuni Sahna stand-up YouTube kanalida birinchilardan bo'lib tomosha qiling. Sahnagacha birga hazil yaratamiz. Ko'rsatuvimiz hammani asl qiyofasini ochishda davom etyapti. Ya'ni biz aqlli deb bilgan insonlar o'z aqlini namoyon qilib, bugun kunduzi janoblari 2 ballni qo'lga kiritdi. Rahmat. Молодец. 3 ta emasmidi? Esli что, ha? Ishlamidi? Bitta kuldirgandi. Ha, shantaj. Kommentda yozishadi. Kommentda yozinglar. Muttaham boshlovchi deyshadi. Xudoga soldim deyshadi. Yo'q. Yo'q, boshqa u. Siz auditoriya shunaqami? Maktabga bormaymiz deydimi? Xo'p, keyingisi Agar shu balli demasanglar. Abdurahim Mansurov 5 ballni qo'lga kiritdilar. Marhamat, qarsanglari. Va biz bilgan buyuk inson Islom Karimov 9 ball. O'z nomlariga sazovor bo'lgan holatda. Meni izdiyotsiz qilish uchun chaqirdinglar, deyapti. Yo'q, o'zi shunga imkoniyat yaratyapsiz. Biz ataylab qilmayapmiz bu ishlarni. Shuni ham gap deb aytishganda, yoxud iqtibos sharti. Ya'ni men sizlarga mashhur insonlarni aytgan gaplari, iqtiboslarini, boshlanish joylarini nima qilaman, qayerda to'xtab qolgan bo'lsam, o'sha yerdan siz o'z fikringizni yoki bo'lmasam eshitgan bo'lsangiz, to'g'ri variantini ham aytish huquqiga egasiz. Ikkinchi shartimizni eng kambalogan, ichimizda eng dabdala bo'lib, hozir o'zini o'nglanmayotgan insondan boshlaymiz. Kunduzi janob. Parcha bo'lib ketgan, taslim bo'lgan. Mahatma Gandhi. Yaxshi ko'cha. O'zingizni topishning eng yaxshi yo'li davom eting. Har kuni cho'milish. O'zingizni topasiz. Adamni yutib o'ynayotgan. Mana bu yerda ekan mana. Rushdagi. Ajoyib. Oyog'im deydi. Menimcha. Xo'p, kunduziga 0.5 ball, 0.5 Islom Karimovga. Debsa 50 oldik. Keyingisi aslida Mahatma Gandhi o'zingizni topishning eng yaxshi yo'li boshqalarga xizmat qilish. Voy, voy hech qachon topolmagan bo'lardim. Yo'q, boshqalarga xizmat qilsangiz, o'zingizni anglay boshlaykansiz. Bilmadim, endi u akani gapi. Ofitsiantlar shunda o'zini anglaganmi? Juda. O'zini anglab, keyin boshqa ishga o'tib ketadi. Yo'q, unday bo'lmaydi. Yo'qotadi endi. Yo'q, tashlab ketadi. Shunaqa bilaman. Xo'p, keyingi savol, ikkinchi odamimiz Casey Stengel. Odamlarning 3 turi bor. Voqealarni amalga oshiradigan, voqealarni kuzatib boradigan, uchinchisi qanday odamlar? Voqealarni storiesga joylaydigan.
Yo'q, qarang, siz birinchidan bu Casey Neistat kimligini tushuntirmadingiz menga. Casey Stengel bu ya'ni kim sayyoramizning ya'ni kim tarixda qolgan eng yaxshi insonlardan biri. Bo'pti, boshqatda. Eng yaxshi Caseylarni Menda ichida javob eng bor. yaxshisi. Odamlarning 3 turi bor: voqealarni amalga oshiradigan, voqealarni kuzatib turadigan, Va voqealarni muhokama qiladigan. yo'q. Nima bo'ldi deb so'raydigan. To'y qachon deydi-yu shunaqa. Va sizni bir ball bilan yolg'iz qoldirib Islom Karimovga yuzlanamiz. Xo'p, Islom Karimovga mashhur, ya'ni inson, hozirgi kunda yurtdoshlarimiz orasida eng mashhur bo'lgan inson Chingiz. Aytmadi. Yo'q, Chingiz. Shunchaki Chingiz. Shu bo'ldi. Zamonamiz qahramoni Chingiz. Yozgan shu so'zlarni yozib barmoqlaringiz Qalay? uyalmadimi? Shunday degan, barmoqlaringiz uyalmadimi? Komment yozganlarga. Shunday degan, bir ball Islom aka kuldirdilar va ona Tereza. Biz o'zimiz Kimni onasi u? Mat. Hammani. Hammanimi? Ona Tereza. Mani onam boshqa lekin. Onam ismi Tereza emas, eslashdi. Mani onam emas. Barcha odamlarning onasi. Yo'q. Mat Tereza. Mat Tereza. Mat Tereza. Ona Tereza. Jo'q, eshitaman. Bir xil gap. Biz o'zimiz qilayotgan ishni okeandagi bir tomchi deb bilamiz. Ammo bir tomchi bo'lmasa, Okean bo'lmaydi. yaqinroq. Bir tomchi bo'lmasa, Okean to'lmaydi. yo'q, odam tug'ilmaydi demoqchi edim. Wow. No, Mantiqiylik uchun bir ball mayli. No, logichnayu. Wow demayli. Nima minus bir xuddi siz rad etyapsizmi shu haqiqatni? Haqiqatga tik qara olmayapsizmi? Men boshqa narsa aytmoqchi edim. Yo'q, siz boshqami? Men boshqa narsani nazarda tutdim, sizlar boshqa narsani. Ona tez unaqa demaganda. Ona-ya? Ona-yu. Ona-ku. Men ona aytsin-da bu gapni boshqaga. Ona biladi-ku. Xo'p, keyingisi unutamiz. Ochko bir ball. Ya'ni kim kamroq bo'lardi. Bir tomchi bo'lmasa, bir tomchi kamroq bo'lardi. Shunda iqtibos deb aytishganmi shunda? Shunda iqtibos deb aytishgan. Iqtibos deb yozilgan bu kitobda, eng qiziq. Anaqami? Tasodif bo'lmagan mingta uchrashuv kitobidami? Yo'q. Yaxshi. Musiga bir ball. Xo'p, mayli, bir ball. Tushundingizmi hazilimni? O'tgan safar foydalanuvdik bundan. Kechikdingiz. Okey. Xo'p, Galileo Galiley tabiat shafqatsiz va o'zgarmasdir. U bizga tushunarlimi yoki yo'qmi? Biz tushunishimiz kerak. Qabul qilishimiz kerak. Biz bilgan qilishimiz kerak. Biz o'rmonga borishimiz kerak. Biz o'tin yoqishimiz kerak. Biz birlashishimiz kerak. Ey xalq, oyoqqa turishimiz kerak. Bilmayman nima degan? Farqi yo'q degan. Farqi yo'q-da, mana shuncha gap. Farqi yo'q-da. Farqi yo'q, shuning uchun ball bermaymiz va Abdurahim Mansurovga yuzlanamiz. Marhamat, Abdurahim Mansurovga savollarimiz. Tohir aka importni bo'lmish. Ki babam? Tohir aka importni bo'lmish. Zamonamiz qahramoni. Men Tohir akang importni bo'lmishman. Qachon boramiz jigar? Qayerga borishni so'ragan? Oqqami? Tosh bormi tog'da? Zamonamiz qahramoni. Zamonamiz qahramoni. Qachon boramiz? Jigar. Jigarlarga aytiladigan. Kashliga. Korxonaga. Uyga o'tinglar deydi. Uy yo'qmi? Aka, birga borganmiz. Ko'milishga birga borganmiz. Birga? Tauniga. Toqqa. Chilonzor. Yo. Hay. Uylangan odamlar. Chilonzorga. Futbol. Chilonzor ikkita tochka bor edi. Voy. Hey, yo'q, sizlar noto'g'ri o'ylayapsizlar. Hammalaringiz xato fikrda. House soldi. Qachon boramiz bozorga? Men javob berishim kerak. Nima gap ketdingiz? Choyxonada? Chilonzorga nimaga borgansiz? Bormagan bu yo'q. Konter. Qachon boramiz jigar? Kontrga. Ana. Bilmadingiz. Okey. Islom aka bir bor. Birga borganingiz uchun kontrga. Birga borganimiz uchun. Xo'p, keyingisi Winston Churchill. Sizga xatolarni imkon qadar vaqtliroq qilib uni o'rganishimiz kerak. Nimani o'rganishimiz kerak? Generation U Churchill tilidan gapirdi.
translate please. Bilmaysizmi o'sha gapini? Winston Churchill mana bu gaplarni eshiting deb chiqib keladi. Tushunmaysiz. To'g'ri aytibdi menimcha. To'g'ri, boshqatdan bo'pti, kuldira olmadim, tushunmadingiz hazilimni. Yo'q, men butun xalq tushunmayapti. Men kulishim shart emas, bular kulishi kerak. Baraka toping. YouTube'da kommentda yozishadi, mana shu time kodini belgilab, men deydi, o'ldim deydi kulib deydi. Bo'pti, boshqatdan bering javob beraman. Boshqa akkauntdan o'zingiz yozasizmi deyman. Qatdan shuncha prosmotr, shuncha komment. Very nice. Bo'pti, boshqatdan to'g'ri javob beraman. Qani? Xo'p, qarang, Winston Churchill xatolarni imkon qadar vaqtliroq qilib, uni o'rganishimiz kerak. Natsist Germaniyasini. Tavba qilish. Yo'q. Tavba qilish. Yo'q. Xatolarni imkon qadar ko'proq qilib, Salto qilishni o'rganish kerak. yiqilib. Xo'p, To'xtang, xatolarni ko'proq qilib, To'g'ri qilishni o'rganish kerak. Ha. to'g'ri qilishni o'rganishimiz kerak. yo'q. Saboqni o'rganishimiz kerak. Saboq. Ha, saboq, ya'ni tabriklayman, yangi so'z o'rgandingiz bugun. Islom Karimovga. Jaloliddin Rumiy hazratlari yuzingga oy shu'lasi tegmayotgan bo'lsa, Voy, oy shu'lasi tegmayotgan bo'lsa, quyosh derazangga nur sochmayotgan bo'lsa, kamchilikni oynadan, quyoshdan izlama, uni olib tasha. Nimani olib tashlading? Ochki. Soqol. Soqolni? Yo'q, parda. O, 2 ball, to'ppa-to'g'ri. Qo'ylaga. To'g'ri javobga yetib davom etadi. Do'sti, Islom aka faxriyorlik olishlari uchun. okey. Menimcha nimaga o'zi? Tinch bo'ladi. Savol. Nilufar Usmonova. O'zlik. Instagramga qo'shib qo'yay, hech kimga qiziq emas. U ish uchun million prosmotr bo'ladi. G'iybat. Tug'gani uchun. Abdurahmon Mansurga 1 ball. Ну tipa Urushganimda. Million prosmotr bo'ladi. Urushdan kimdir bilan urushsam million prosmotr bo'ladi degan. Xo'p, keyingi savol. Kimga? Ha, Abdurahmon Mansurovga. Henry Ford. Agar siz buni qila olaman deb o'ylasangiz ham, qila olmayman deb o'ylasangiz ham, Qila olasiz. Baribir qila olasiz. Harakat qilishingiz. qila olaman deb o'ylasangiz ham, qila olmayman deb o'ylasangiz ham bitta so'z, tamom. Bitta. Qiling. Harakat. Yo'q. Ha? Yo'q, harakat Boshqa qiling javob. bo'lib qoladi. Yo'q, kulgili javob berishga harakat qiling. menga bering shu savol. Ayting. Menga savol boshqatdan bering. Yo'q, mana Qarang, men aytishganga yarasha bir to'g'ri javob berasizmi? Kelishib olaylik. Savol berib ko'ring. Henry Ford. Nima edi? O, menga-yu. Ha, bo'pti, siz puli javob bersin. Okey, davay, javob. Boshdan. Henry Ford, agar siz buni qila olaman deb o'ylasangiz ham, qila olmayman desangiz ham bitta so'z. Qiling. Just do it degan. Haqsiz. Nima deb o'ylasang o'shasan degani. Okey, menda zo'r javob bor edi. 2 marta mana shu momentni o'tkazordim, mayli. Xo'p, keyingisi. Mana o'zingizga savol berilyapti, nima qilyapsiz? Qizuna savol beryapsiz. Mana qarang, Saturn. Sizga yaqin mavzu. Saturn. Xo'p, Saturn. Tikka ishla, Tyson, tikka ishla. 1-2ga tepaman deydimi bu Tyson? Tepaman deydimi? Ber qani, nimani ber degan? Tikka ishla Tyson. 1 tepaman, 2 tepaman. Tepaman deydimi? Ber qani, nosdan ber. Ber qani, udar ber. Ber qani. Qanaqa udar? Mana yordam. Apirkot ber. Mamasha ber. Saturndan kelib chiqing. Saturn qanaqa bir zamonamiz qahramoni. Sifatishga ber. Xislatlari qanaqa? Labovoy ber. Kalliq ber. Pul ber. Bilim ber. Tizza ber. Tovon ber. Bosh barmoq ber. Ber qani. Bu Taysonga berayotgan anaqasi-da, bu maslahati. Ber qani. Ber qani. Zo'r gap ketdi. Qashqadaryo udaridan ber. Lekin shuncha harakati uchun bitta qarsaklar bilan 0.1 ball. Va yana bitta savol beramiz. Hisoblaylar. Хорошо. Xo'p, misqollab yig'ish deb shuni aytishar. Xo'p, mana auditoriyani ham shunaqa qilib yig'ganman aka. Jasur Umirov. Nima bilsam kerak u. Jiyanim sevib qoldi, menga dardini aytib. Jiyanim, jiyan akangga suyan. Suyana olmasang, bor tog'ingga suyan. O'zi aytayapti-ku, tog'ingga suyan deyapti. Suyana olmasang, bor.
Daryolar bo'yiga xarsang tosh qo'ynida yig'lab qo'shiq aytaman. Yo'q, unday emas. Masagan. Jiyan tog'ingga suyana olmasang, Olangga bor. Yangangga bor. jiyan tog'ingga suyana olmasang, kunduzini videosini ko'r. Nol butun 9 bir bilasiz boyagi. Nihoyat butun bo'ldi. Mujik ekansiz aka, lekin gap yo'q. Amallayapti. Tushunmaylar faqat bilib. Bo'ldi. Mujik ekansiz deb aytdilar. Doim to'ylarda shunaqa bo'ladi. Aka mujik ekansiz deb keladi. Jiyan tog'ingga suyana olmasang, Nima edi o'zi javobi? Nima o'zi? Qizga suyan. Voy. Yo'q, jasurim yuribdi. Nima hayron qilyapsizlar? Nima sizlar aqlliga Nima hayratlanayapsizlar? Prosta live gapirgan gapini iqtibos olib chiqasizlar shekilli. Yo'q, o'zi shunaqa-ku, iqtibos odamlar aytgan, mashhur odamlar aytgan gap. To'g'rimi? O'sha mashhur aytgan gaplar. Okay. Abali bin Sino, vaqt hamma narsani davolaydi, lekin u yomon shifokordir. Nima uchun? Apingizni davolamaydi faqat. Yo'lladi bo'ldi o'ylaysiz. Vaqt hamma men jiddiy javob berishga harakat qilib ko'raman. Vaqt hamma narsani davolaydi, lekin u yomon shifokordir, chunki og'ir dars bilan davolaydi. Tipi boy nima dedingiz? Ibrat dedingizmi? Saboq bilan. Og'ir saboq bilan. Lekin u yomon shifokordir. Yuzingga ajin tushiradi. Aboli ibn Sino. Vaqt hamma narsani davolaydi, lekin u yomon shifokordir. Vaqt. Yomon shifokor nima qiladi? O'ldirib qo'yadi. Vaqt. O'ldirib qo'yadi. O'ldiradi. Ana. Xo'p, motivatsiyasi tushib ketmasligi uchun 2 ball. Rahmat. Aka, rahmat. Addushi. Isruni ma'oli iltimos. Va keyingi savol Islom Karimovga. Alisher Uzoqov. Kattalarimiz, buyuklarimiz nima bilan band hozir? Ular qani? Qatta ko'ryapmiz ularni. Men-ku mayli 37 yoshman. Tugating jumla. Sochim ham to'kilgan. Kinoda ham chiqmayapman. Bitta ikkita so'zdan iborat bitta jumla. Men jahl bilan aytibdi. Kattalarimiz, buyuklarimiz nima bilan band? Bunaqada qarab ketadi san'at. Ishimni topib olaman bo'ladi. Ular qani? Qatta ko'ryapmiz ularni. Men-ku mayli o'zi shunday degan. Men ataylabdan Toshkentga yashab qolmayapman. Men-ku mayli 37 yoshman. Bitta jumla oxiri. Yakunlovchi. Men-ku mayli 37 yoshman. Yaqinda o'laman. Mani galimmasida, prosta jim bo'lib qolmasin deb mana. Men-ku mayli 37 yoshman. Lekin sizlar 37 emassizlar-ku. Lekin yaqinda 38 bo'laman. Tug'ilgan kunimga kelinglar. Bu lekin eski intervyusi hozir 40 dan oshdi. Bo'ldimi? 1 ball Islom akaga kulgili bo'ldi. Xo'p, men-ku mayli 37 yoshman, onasini emsin. Sichqonlayapmi bu? Tamam. Xo'p, Kunduzi. Mani so'zimdan qilib. Kunduzi. Eshiting. Tupoy odam o'zi haqida tushunmam. Men tupoyman degan u faqat. Tupoy odam o'zining qanchalik darajada tupoyligini tushunish uchun nima kerak? Nima qilish kerak? Aql bo'lish kerak. To'ppa-to'g'ri. Shundaymi? Haqiqiy fanatim. Ko'rganman bu videoni. O'ylasham shart emas-da bu. Det, oddiy ko'rasizmi? Buyuklar qanday gapiradi, to'polmayapsizlar, lekin kunduzi deganlar hamma aytib Qarang, sizni Buyuklar aytibdi, tog'ingga bor, deyapti. Oyingga bor, deyapti. O'sha qizga bor deyapti. Intellekt kerak deydi. Haqiqatan ham kerak intellekt. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, mana shunday yuqori kayfiyatda ikkinchi shartni ham yakunlaymiz. Kunduzi janoblarida 6,5 ball. Yes. Abdurahim Mansurovda 8 ball. Islom Karimovda 15,5 ball. Men prosta gapirib o'tibman, tamom. Sizlar ajoyib shart, 3-shartga yetib keldingiz. Qanday qilib bilmadim lekin. Va hozirgi 3-shartimiz Chevadagi so'zlar. Opa. Bu yerda islom olib ketadi. Da. Islom aka to'chni yutadilar bu yerda. Nimaga? No, biz to'chni yutqazamiz bu yerda.
Nima sizlar o'zinglarni Toshkentlikman deb o'ylayapsizlar o'shanda bor. Tushunmayapman. Bu tanaqa yamonmi? Toshkentcha she'r yomon? Galstu bittaymi. Yo'q ekan. Yo'qmi? Qashqadaryo toshkentcha sheva desa bilamanmi? Yaqin 4-5 yilda. Savollarimiz yarmi Toshkent shevasi, yarmi Buxoro, yarmi Jizzax. 3 qismga yarmi bo'lmaydi. 3 dan 1 qism desak bo'ladi. Farg'onada. Mengami savol? Ha. Birinchi shartni Abdurahmon Mansurov bilan, ikkinchi shartni Kunduziy janoblari bilan, uchinchi shartni biz sevgan inson Islom Karimov bilan Boshlaymiz. boshlaymiz. Farg'onada paymanchak so'zi qanday ma'noni anglatadi? Paymanchak. Paymanchak. Qo'llash bo'lsa kerak, pay. Paymanchak, paymanchak. Paymanchak. Paymanchak bu nimandir chayyorish. Mana buni paymanchak qo'ring bo'lsa kerak-da. Ozgina. Bitta paymanchak qilib keling. Ha, dedik kelin, amuni bir ovqat suzishdan oldin buni kosani paymanchak qo'ring bo'lsa kerak. Men chayvoring. Bir bal. Ketjamam. Amakinga paymancha qilib qo'y. Amakinga paymancha qilib qo'y. Hop, Abdurahmon paymanchak. Abdurahmon aka Farg'onaliklar bo'lsa kommentda yozsin. Shunday qilib javob. Menga bal yo'qmi? bir bal. Ha. Ha, okey. Ammo o'zining savoliga javob bersin. Islom Karimovga bir bal. Va bu savolning javobi zinapoya. Paymanchak, zinapoya degan. Payman. Ha, paymanchak. Yo'q. Kruta paymanchak. Keyingisi. Zomin shevasida tirjiq so'zi kimlarga nisbatan ishlatiladi? Zomin shevasida tirjiq so'zi kimlarga nisbatan ishlatiladi? Sizga boyagi nima uchun bir bal mayli? Ko'zingizni kuldirdilar. Yozib qo'ying bir bal iltimos aka. Zomin shevasida tirjiq so'zi qanday ma'noni anglatadi? Kimlarga nisbatan bu tirjiq deb qo'llaniladi? Mana qaysi odamga qarab siz "Ey tirjiq" deysiz? Qafizga qarab. Yo'q, qanaqa hislatli odam? Nima deylaysiz? Tirjiq deyishga nima sababda? Lekin yaqin kelasiz bir tomondan. Yo'q, mana ikkita variant bor. Qiziq qanaqa ekan, gap ekan. Tirjiq. Tirjiq bu birinchisi tipa ey jipriq deganday, ya'ni o'zi kichkinagina, ozg'ingina, lekin karilaveradi. Yo'q, ikki bal. Seriozda. Tirjiq. Bugundan kunduzi emas, tirjiq. Jipriq degan so'z bor. Tirjiq ekan. Qiziqarli. Va yana oxirgi, ya'ni ketma-ket qo'yil 3-nimaga. Xo'p. Qashqadaryo shevasida oyog'i qiyshiq ma'nosini bildiruvchi so'z qaysi? Qiyshiq oyoq. Yo'q, bitta so'z bilish kerak. Oyog'i qiyshiq. Ha, ma'nosini beruvchi bitta so'z bor. O'shaqa doston qahramoni ham bor yoki bo'lmasam chuloq. Yo'q, chuloq u oqsoq-ku. Oyoq qiyshiq-ku. Yo'q, qiyshiq boshqa bunaqa, igri. Mana nimani futbolda o'ynagan paytda oyoq qiyshiq deysiz-ku. Ha, o'shanaqa qiyshiq. Ha, o'zi to'g'ri, lekin ba'zan qiyshiq. Ha, mana Qiyshiq deb qo'yadi degan. qiyshiq deb o'rgan payt so'kasiz-ku, so'kinish so'kmasdan chiroyli qilib oyog'i qiyshiq degan. Oyog'ingga demisda, Ha, oyog'i qiyshiq deyish uchun qaysi so'zdan ishlatiladi? Bitta so'z, ha. Tirjiq. Bu ham ketaveradi meni. Hop, bir bal kachal. Kachal degani oyoq qiyshiq degani ekan. Nima o'zi Qashqadaryoliklar bormi? Fayzulla, kachal. Fayzulla kachal, to'g'rimi? Malades. Hop, keyingisi Abdurahmon Mansurovga. Hop, savol. Buxoro shevasida o'rikni quritilganini qaynatib ichiladigan suyuqlik qanday aytiladi? Mana, to'da qilib aytaman. Sizlar turshak deysizlar-ku? Yo'q. O'rikni quritilgan turshak deysiz? Ha, xo'p. Siz Toshkent shevani ham bilmaysizku, qayerdansiz? Rena aytmaydi-ku, tushay deydi bu. U anaqa spalniy u, tushay. Tushay bir xil. Tushak. Ikkalasi yumshoq. Turshakni, turshakni qaynatib ichiladigan suyuqlik bo'lak, suv nima qaynatgandan keyin sharbat bo'ladi. O'sha nima deb ataladi Buxoro shevada? Dilam bazan bobo. Dilam bazan bobo. Bazan bobo. Bir bal, mana yoshlik xotiralarimga qaytaman. Nima deydi o'zi? G'o'linob. Voy. G'o'lin deyiladi, ob degani suv, g'o'lin ob. Ya'ni kim? G'o'linlik suv. O'rik suv. Xo'p, ha. Yana mening ona vatanim Buxoro. Buxoro shevasida noriza so'zi qanday ma'noni anglatadi? Noriza. To'xtang. Boshqa narsa deb keldim. Eshitildiki? Ha, yo'q. Ha, eshitildimi?
Lekin men boshqa narsa aytdim. Siz bo'lka nonni deb ayting bo'lmasa. Ana Toshkent lipyoshka nonni ushog'i. Nima qilamiz? Bu qoida buzildi-ku. Kim ko'rdi? Hech kim ko'rgani yo'q. Yordam beramiz-ku. Yo, bulardan baloli puliga beraylik. Ha. Xo'p, 2 ball. Islom Karimovdan minus, Abdurahmon Mansurovga plus. Adolat sang, adolat. Sizga yana Buxoro shevasidan tushyapti. Yana menga? Ha. Buxoro shevada do'lop qilish degan nima degani? Do'lop qilish? Ha, do'lop qilmay deydi. Buni bilasan, takoy. Ha. Do'lab qilma bu yerda. Ha, Bitta galstup, bitta Ha, o'zingdan ketma degani. Yo'q. Ha, do'lop qilma deyapti. Do'lop qilma bu. Bitta galstup degan bo'lyapti. Tasavvur qiling. Urush bor. Janjal qilmay. O, to'ppa-to'g'ri 2 ball. Do'lop. 3ta savol bo'ldi. Do'lop. Tabriklaymiz. Do'lop qilmanglar bundan keyin. Va Kunduziy janoblariga marhamat. Xo'p, savol. Gudoyish so'zining ma'nosi nima? Gudoyish? Gudok tashab qo'yishdi. Gudoyish tashab qo'yish. Gudoyish qilib qo'ydi. Ben sen kecha gudoyish qildim, qaytib chiqmading. Gudoyish. Yo, Abdurahmon Mansurovga bir ball aka, faolsiz, молодец. Lekin ana bizda gujosh degani ham bor, deko aylanib. Yo'q, gudoyish. Ha, u boshqa. Mana. Gudoyish. O qaysiva bu? Aytmading-ku. Ha? Qaysi va? Navoiy, Buxoro. Gudoyish? Ha, gudoyish bo'lib qolibdi deydi. Endi erkak kishiga nisbatan emas, ayol kishiga gudoyish bo'lib qolibdi. Homiladorlik. Yo'q, yaqin. Intoksikatsiya. Yaqinda homilador bo'lading. Intoksikatsiya. Toksikoz. Uzr. Toksikoz. Intoksikatsiya. Inkassatsiya deydi. Inkassatsiya. Toksikoz. Hop, taksikoz. Ko'ngil aynagani. Toksikoz. Boshqorong'ilik. Boshqorong'ilik. Da. Всё. Boshi kechqurunlik kunduzi. Ana. O, kunduziy bilmaydi-ku boshqorong'ilik. Ana. Keyingisi. Bit bosgan degan ma'noni anglatuvchi so'z qaysi? Bit bosgan degan so'z ma'nosi. Toshkentda ham bor. Bitliqi? To'ppa-to'g'ri 2 ball. Bitliqi. O'zim topdim aka, o'zim topdim, addushi. Xo'p, bolaligimda shunaqa haqorat qilishgan. Yig'laganman. Tushunmay ma'nosini. Anaqaga bersangiz bo'lar ekan, taku ana Meksika deylarga. Maya. Xo'p, tanyorxona qanday joyga nisbatan ishlatiladi? Nima xona? Tanyorxona qanday joyga nisbatan ishlatiladi? Tanyorxona. Tanyorxona. Tanyor. Qaysi sheva? Ha? Buxoro, Samarqand. Tanyorxona. Tanyorxona. Tanyorxonaga bordingmi deydi. Tanyorxonadan uni olib kel deydi. Hojat, yo'q. Ey. Bo'ldi, tushundim. Anaqa xona. Omborxona. Kladovka. Menimcha buni aytilishiga sabab Abdurahmon Mansurovga o'xshagan kamchilik bo'lgan qadimda odamlarni shu uchun tanyorxona bo'lib ketib qolgan. Ha, oshxona. Молодец, muxlislarimizga bir ball. Sizga esa yo'q. Tandirxona. Tandir joylashgan joy tanyorxona bo'lib ketgan. Xo'p, keyingi savolimiz Islom Karimovga. Oyoq to'yadigan va sirpanadigan joyga nisbatan Qashqadaryo shevasida qanday so'z qo'llaniladi? Tayinchoq. Tayinchoq. Lekin boshqa anaqada legenda. Oyoq to'yadigan va sirpanadigan joyga nisbatan aytiladigan so'z. Humo arena. Qashqadaryo shevasi. Alpomish. Musoyo. Tayinchoq. O'zgartirilgan. Sirpanchiq. Toyloq. Toyloq degan so'z bor. Toyloq va bilmadingiz va toyloq. Toyinchoq emas, toyloq. Ha, mana joy toyloq ekan deydi. Ha, toyloq ekan mana bu joy. Toyib ketdim deydi. Ha, shundan endi men yanada aniqroq qilib aytaman. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman shevasida qidirmoq so'zi qidirishdan tashqari yana qanday ma'noni qo'llaniladi? Ya'ni ketdik qidirib kelamiz degan qanaqa ma'noni anglatadi? Ana Anjonni biladim, istab keldim dedi. Istab keldim dedi. Qashqadaryoning ya'ni qidirishdan tashqari ketdik qidirib kelamiz degani qanday ma'noni bildiradi? Tinchlik saqlaymiz. Nima bu? Shunaqa deydi bu. Rashimiz bormi endi o'zi aytadi. Mehmonga boramiz deydi. Ha? To'g'ri. Osta. Ha. To'g'ri aytdi-ku. Eshitib aytdi. Ya, eshitgani yo'q, bu gavdasi katta qilib Xo'p, muxlislardan bir ball olib beramiz. Muxlislar bu sonni -1 ball bilan bo'shtaysizlar. Ana sizlarga keyingi. Yo'q, boya bir ball beruvding. Beruvdimmi? Ha, o'shani oldim o'zim. Berib bo'lmaykan sizlarga. Mana. O'zlaringizdan ketib qoldingizlar. Xo'p, 1 ball muxlislar yordami bilan bo'lgani uchun keyin qarang. Jizzax. Qaysi harakatga nisbatan
elovrash so'zi qo'llaniladi. Qaysi harakat? Elovrash. Elovrash? Elovrayapti deydi. Elovrash. Aldayapti deydi. Elovrash. Elovrash. Yo, lashmi? R. Yo, menga lash urmadi. Lash. Elovrash. Rush degan angliskidan tez bo'ladigan narsa o'zi. Elovrash. Elovrash qotdimi? Nima bo'ladi? Jizzaxliklar bormi oramizda? Nima ma'nosi? Men so'ragan paytim nima qilishi mumkin? Ya'ni men o'zim xohladim buni. Menimcha Elovrash. Yo, Qo'shilmaylar endi. Men jizzaxliklardan so'radim. Jizzaxliklar o'zi bilmas ekan-ku. anaqa emasmi? O'ramayaptimi? Elovrash. Bir Qanaqa holatda? Abdujon bordi o'g'li Tayyorani qizini elovrayapti deb. Ha, boshini aylantiryapti. Elovrash. Elovrash. Qanaqa holatda? Qanaqa holatda bilish? Negativ, pozitiv? Yo, boshqa o'sha inson elovrayotganini o'zi bilmaydi. Manipulyatsiya qilyapti. Mana qaysidir inson elovrayotgan bo'lsa, elovrash bo'lyapti bu yerda desa, u odamni o'zi bilmaydi elovrayotganini. diskriminatsiya. Voy. No endi tipa o'zbekcha iqtidorlasi kerak-ku. Elovrash. Va inglizcha Anaqa xurayotibdi degan. O'zi bilmaydi-yu. Yaqin yo'q, noto'g'ri bosinqirash. Ya'ni alahsirab gapirib chiqish bor-ku, yo xuraga o'tishmas, alahsirab gapirib chiqadi bosinqirab. Ozgina qoldi. 0.5 bersa bo'ladi lekin. 0.1 bal. Da. Lekin savol bermayman sizga. Hop. Savolni ham qadri tushib ketyapti. Xo'p, savol. Jilob so'zining ma'nosi nima? qaysi shevada bu? Buxoro. Jilob. Jilob. To'kinish emas. Bildim. Menimcha bu so'z suvligini tushundik. Jilob qanaqadir? Jilob p. B. Jilob. Jilob. Kelin ko'ynak. Yo'q. Tak. Jilob. Anaqa oilaviy yig'ilib o'tiradigan xon taxti. Jilob qani deydi? Ha, bir jilob atrofida o'tirmadik. Bir jiloblashlikda uni o'ziga xos soch turmagi. Jilob bu? yoki boyiluvdik. Bir kuyov bola, ha? Jilob bu? Bugun to'yingmi deyman. Soching jilob qolibsan. Ha, xususan jilobdan ko'rasam deydi. Jilob bu narsa, ya'ni qizil galstuk. Jilob. Pastroqchi. Pastroq. Kamar. Pastroq. Naski. Paypoq. Jilob bu paypoq. Kalta naski. Ikkiga bal berilmaydi, xo'p. Kuldirgan lekin bir bal bor, kunduzga ikkita kuldirdi lekin. Ha, ikkita kuldirdi. Ha, 2 bal. Ana, podrяд ikkita bal. 2 bal. Молодец. Bir-biridan. Xo'p. Isroga kerak edi menga. Xo'p. Tuzmaning ichiga rayhon, achchiq qalampir, ko'kat, tuz solingan. Ketadi-yu, xos. Tuz solingan suzma turi Samarqandda nima deyiladi? Samarqand shevasida. Tuzmaning ichiga rayhon, achchiq qalampirchalarni solib, ko'katchalarni issiqqa tuzcha bilan o'sha nima deyiladi? Samarqandda. Chalob, jilob u boshqa. Jaga. Qanaqa qilinadigan? Bo'la. Tagoy. Yozgi kunidir. Jaga. Bitta jaga qilamizmi? Da. Xo'p, yo'q. Chakachalob. Chakachalob? Da. U Buxoroda. Buxoroga ketdi. Chivot. Chivot deyilgan. Chivot? Yo'q, ruscha so'zlar. Chivot. Bitta chivot ichamizmi? Chivot do'stin. Menimcha boshlovchi Hennessy chivot. O'zbek tili dialektikasi kitobidan olingan so'zlar. Men o'zimdan to'qimayapman. O'zimdan to'qiyapti, bu har xil gap chiqarmanglar. Buni topsalaringiz biladi, kitobi bor buni. Mingbuloqda kosaga o'xshagan chuqur idishga nisbatan qaysi so'z qo'llaniladi? Kosa emas, kosadan kattaroq chuqur idishga. Misol uchun Buxoroda lagancha deydi yoki bo'lmasam nima deydi? Chuqur tovoq deydi. O'sha Mingbuloqda nima deyiladi? Bitta so'z bilan. Kosadan kattaroq chuqur idish. Kosadan kattaroq chuqur idish. Tazik. Garshok. Nimaga ishlatiladi? Ovqatgami yo? Ha? Koskadish. Kosadan katta idish. Koskadish bormi yo'q, kosa bormi faqat? Ekanda qo'shsa bo'lar. Noto'g'ri javob dog'acha. Men qayerdan bilishim kerak? Brat, men xo'p, ijodkorlik qiling, kulgili javob men bering. kosmos haqida video qilganman.
Kosmosiz kimga kerak? Dog'acha kerak bo'lyapti o'zingizga. Kosmos o'zi kimga qiziq? Kosmosda Saturn bor. Saturnni qilib yurgan ishini qarang. Nima kerak u narsa kosmos? Dog'achani men qayerdan bilaman? Dog'acha ming bloqqa borsangiz, chuqur nimaga chivot ichmoqchi bo'lsangiz nimaga berdingiz? Aytolmaysan. Chivotdan icholmaysan. Chivot icholmasdan qaytib kelasiz keyin. Yo'lida. Qayta ichasan. Tez. Qo'yib. Yana bering. Xo'p, oxirgi so'nggi savolimiz. Mahalliy aholimiz tilida potinjon deb nimaga nisbatan aytilgan? Pomidor. To'ppa-to'g'ri 2 ball va mana shunday ajoyib nuqtada ko'rsatuvimiz yakunlanadi. Pomidor. Pomidor. Potinjon bu xotinjon emas. Potinjon pomidor. Va bugungi shouimiz yakunlandi. Endi e'tirozim bor. Pomidori deyiladi o'zbekchada. Men shivada deyapman. Shivada? Shivada ham pomidori deyiladi. Yo'q, shivada pomidor emas, o'zbek pomidori. Pomidori deyiladi. Pomidori u Toshkent shivada. Nima Toshkent shiva butun O'zbekiston shivasimi? Qattamiz biz hozir. Qattasiz Sentrda. Kimlar orasidasiz? Kimlar orasidamiz? Manchi. Islom Karimov. Если что, men bir o'zim bolalar aytib qo'yay, men boshqa ishlayaptim yo'q. Okay. Ko'rdik. Ab oxirni kesamiz. Aytda ko'rdik. Yig'lavordingizlar-ku, kulinglar. Toshkentlikman deysiz. Xo'p, boshladik. Kunduziga viloyatliklar mana qancha odamimiz bor, ha? O'zi ana shuni hammasi chiqib ketadi. Iltimos bitta ko'rsatib qo'yinglar viloyatliklarni kunini. Cancel qilishyapti. Atpiska. Kimdir pul bergan bo'lsa, donat qilgan bo'lsa, to'yiga qaytarib olinglar, sudga beringlar. Ana endi ko'ramiz. Qarang, 5000 so'm tashashgan. Ha? 5000 so'm. Shu kerak-ku sizga. 5000 yig'ib olgan. Yig'ib olamiz. Nelardandir ko'ngil bulg'ash, ham egilsa u egilmas bosh. Ko'zlarimda qalqib tursa yosh, bu holimga berolmay bardosh. Bir mushtipar onam yig'laydi, qolganlari yolg'on yig'laydi. Bugun kimningdir onasi quvonchdan yig'laydi, o'g'li faxriy yorliqqa borgandan va bu inson kimligini sizlarga o'qib eshittirsam. 2008-yil, yoshlar yilida yaratilgan imkoniyatlardan oqilona foydalanib, o'z vaqtida ilm olgan, bugun ushbu ilmini ishga solgan, to'ylarda qadah olgan, juda ham zukko, tillari burro, og'zaki imtihonda raqiblarining notavonligidan oqilona foydalanib g'alaba qozongan. Bugun onasini ko'zlarini quvonchdan yoshlatadigan inson Islom Karimov 19 jarima bilan birinchi o'rinni oldi. Bugun uyingizda quvonchli bayram osh bo'lar nasib bo'lsa endi. Xo'p, va bizning asosiy qimmatli sovg'amiz, ya'ni sog'liq garovi bo'lgan isiriq. Onam aniq ko'ziga yosh keling, ha, bolamni ikkinchi o'rinda olsang bo'lmaydi. Va birinchi o'rinda. mana shu ajoyib teshik kulchalar o'zining munosib egasini topdi. Ya'ni bilib o'tiribsizlar, qalbingizni ichidan, ya'ni ushbu teshik kulchalar egasi 14,1 ball bilan Abdurahim Mansurov. Ishlaydi-ku, bitta takot ishlaydi, ana shuni ishlab turib. Xo'p, bugungi ko'rsatuvimizni yaxshi natijada yaxshi ishtirok etib, qolganlar bilimli ekanligini ko'rsata olgan inson. Ajoyib kontent muallifi. Mana ko'rdingizlarmi? Hayotda hamma narsaga ishonib ketavermaslikni isbotlay oladigan insonlar bor oramizda. Kunduziy janoblar, rahmat sizga. Sizlar bilan keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.